Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari hamda YouTube foydalanuvchilari. Bugungi sanamiz 26-aprel hafta kuniga yakshanba 2026-yil Andijon viloyati Bo'ston tumanidan bo'ladi. Ya'ni o'zimizning xonadonimizdan sizlarga 2 dona buqamiz, 1 dona ko'chat xunajinimiz bor. Shular haqida bo'ladi bugungi video roliklarimiz. Videolarimizni albatta oxirigacha ko'rib do'stu birodarlarga ulashib kelasizlar. Kanalda videolarimizni boshladik. Sizlarga e'tiboringizga 2 dona buqa, 1 dona xunajinimiz bor. Shular haqida bo'ladi video roliklarimiz. Albatta zo'rlaridan zo'rlarini sizlarga ulashamiz. O'ylamanglar, o'rni yo'q har xil mollarni ko'rsatadi deb. Sizlar uchun, sizlarga e'tiboringizga yemoq ichmoqlari joyida, hamma yo'llari zo'rlaridan bo'ladi, yoshlaridan, yemlashga tayyorlaridan bo'ladi. Bugungi video roliklarimiz, kanalda videolarimizni boshladik. Sizlarga e'tiboringizga shu buqamizdan boshlaymiz. Bo'ylariga keladigan bo'lsak, taxminiy bo'ylari 1.15 plyusida, 1.20 atrofida chiqib qoladigan ko'chat buqamiz bor. Etlari ham zo'r, yemoq ichmoqlari ham joyida. Navbatdagi xunajinimiz shu 1 yashardan jicha balandroq, 1 yashar 3 oylik shunaqa bitta bo'zayimiz bor. Shu xunajin omalaga kelgan. Oma ko'chatlari zo'r. Mana hozir sizlarga tutamlarni ham ko'rsataman. Endi sizlarga ilinganimiz sababi nima desam ekan, sigir qilsalar bo'laveradi-da mana. Yuvoshliklari, rosa yuvosh, tutamlari ham mana 4 joyda yuvoshliklari o'ta yuvosh. Nima desam ekan, uyda rosa mehr berib qaralgan xunajin. Xo'p, keyin bitta sementalga gibrid novvosimiz bor. Mana arqalarini ham, arqa holatlaridan ham ko'rib qo'ylar. Taxminiy bo'ylari buni ham shu 1.15 plyusida. Xo'p, narx-navolariga keladigan bo'lsak, narx-navolari shu novvosimizdan boshlaymiz. Novvosimizning narxi 23 million so'm. Ozgina kami bor. Dastavkasi vodiy bo'ylab besplatniy. Arg'amchisi ni ham qilib beraveramiz. Arg'amchisi dastavkasi vodiy bo'ylab yetkazib berilaveradi. 23 million so'm. Kamlari bor. Ozgina kamlari bor. Xo'p, xunajinimizga keladigan bo'lsak, xunajinimizni narxi buni ham bo'ylari shu 1.15 atrofida chiqadi, 1.10 plyusida. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak, endi zotdor narsada, zotdor narsani hechcha pullari qimmat bo'ladi, lekin bozordan qimmat emas. Bozordan qimmat emas, xudo xolasa yo'llarida. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 21 million so'm, ozgina kamlari bor. Bu xunajinimiz. Yosh narsa, etvoshlari ham zo'r, yuvoshliklari yuvosh. Kim sigir qilmoqchi bo'lsa, bemalol nima desam ekan, sigir qilsalar juda yaxshi mol chiqadi undan. Xo'p, keyingisiga o'tadigan bo'lsak, navbatdagi buqamiz sementalga gibrid. Xo'p, yoshlari shu 7 oylik, 8 oylik atrofida. 8 oylik bo'lgan yo'q, 7 oyning tepasida onalarini rasmlari, videolari bor. Shu firmadan olib chiqilgan. Hamma yo'llari zo'r, polvon, yemoq ichmoqlari ham konkretni. Omalaga kelgan. Arqalari ham kelishib o'rgan. Narxiga keladigan bo'lsak, oldi qochdi qilmaymiz. Misol uchun bozorlarga borsangiz, bunaqa mollarni misol 32 million, 33 million so'm kami bor deydi. Men sizlarga buni kelishtirib aytaman. 30 million ham yo'q. 29 million ham yo'q. 28 million 500 ming so'm, ozgina kamlari bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, 97lik 169 19 14 shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Yemoq ichmoqlari, hamma yo'llari joyida. Bir hafta emas, 10 kun ham savol javobini qilaverasizlar. Sababi sizlar bozordan olmayapsizlar, uydan olyapsizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Bunyodbek Uz bo'ldi. Bugungi videolarimiz shuning bilan yakunlaymiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.